ruxsatsiz uy qurib qo'ydingiz. Shtraf kim soladi? Keling shuni ko'rib chiqamiz. 8 sotuvli yerimiz, mana bu bino inshootida qurilgan. Siz mana shu chegarangizdagi, kadastr chegaradagi yerga qurilma qilyapsiz. Mana shu yerga misol uchun mana 2 xona solyapsiz. Bu yerda siz ruxsatnoma olmay turib qurib qo'ydingiz. Bu yerda shtrafi sizga kim soladi? Bu yerda shtrafi sizga tuman arxitekturadan odamlar kelishadi-da, mana shu joyingizni ko'rib ruxsatnomasi bo'lmasa, shu tiz ob'yemidan kelib chiqib sizga shtraf belgilashadi. Agarda siz mana zaxvat deganimiz zaxira yer, kadastringizga kirmagan yeringizga bino inshoot o'z boshimchalik bilan qurib qo'ygan bo'lsangiz, bu yerga tuman arxitekturasidan emas, tuman kadastrdan xodimlar kelib, sizga mana shu joyingizga shtraf solishadi. Bu yerda shtrafi taxminan 82 million 400 ming deb adashmasam. Bu yerda shtrafi 82 million 400 ming emas, bu yerdagi joyingiz ob'yemidan kelib chiqadi. Bu yoq zaxvat yerga qurilgan joyga shtrafi 82 million 400 ming. Zaxvat yer qancha katta kichikligiga qaramasdan 82 million bo'ladimi? Shunaqa. Bitta xonami, ana to'g'ri katalesi deyishdi-yu, chiqib ketdi trend bo'lib. Shunaqa qurib qo'yasizlarmi? Farqi yo'q u narsani. Har doim o'shaning uchun zaxvat yerga hech qachon xayoldan chiqarib tashlashlar loyiha qilishi, zaxvat yeri qo'sh bo'lganinglardan keyin kadastrga kirgandan keyin qilsanglar bo'ladi. Kadastrda yeringlarga bo'lsa, ruxsatnoma olmaydir, hech qachon uy qurmaydi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying.